Londondan atigi 1,5 soat uzoqlikda shunday tabiat joyi borligini bilarmidingiz? Bu joy Queen Elizabeth Country Park deb ataladi. Park juda katta bo'lgani uchun kirish qismida parkning xaritalari ham bor. Shu xaritalar orqali qaysi yo'ldan yurishni yoki qayerga borishni oson tanlashingiz mumkin. Park 1976-yilda ochilgan Southdown milliy bog'i hududida joylashgan. Park nomi Buyuk Britaniyaning qirolichasi Queen Elizabeth II sharafiga qo'yilgan. Hozir bu joy odamlar uchun sayr qilish, tabiat qo'ynida dam olish va sport bilan shug'ullanish uchun mashhur joylardan biri hisoblanadi. Velosiped minishni yaxshi ko'radiganlar uchun ham bu park juda qulay. Bu yerda velosiped uchish uchun kichik treyler yo'llar mavjud. Ba'zi joylarda esa odamlar tepalikdan velosiped bilan tushadi va bu juda qiziqarli ko'rinadi. O'rmon ichida esa yovvoyi meva daraxtlar ham uchraydi. Park itlar bilan sayr qilish uchun ham qulay. Bu yerda itlarni loydan tozalash uchun maxsus joylar ham bor. Hatto odamlar oyoq kiyimlarini loydan tozalash uchun ham kichik tozalash joylari o'rnatilgan. Agar velosipedingiz buzilib qolsa, parkda uni tuzatish uchun asboblar ham mavjud. Parkka kirish tekin. Parkdagi kafe odatda shanba va yakshanba kunlari taxminan soat 5 gacha ishlaydi. Bu yerda qahva ichib, biroz dam olish ham mumkin. Ha, aytgancha bolalar uchun esa kichik ichki o'yin joyi ham bor. Agar siz Londonga yaqin yana shunday chiroyli va qiziqarli joylarni bilishni istasangiz, albatta menga obuna bo'ling.